Aka, g'ishtni soni qanaqa hisoblanadi? Imorat qurayotganda g'isht soni albatta devorlar qalinligiga bog'liq bo'ladi. Devorlarimizni 1,5 g'isht teradigan bo'lsak, kvadrat metriga 120 dona g'isht ketadi. 1 g'isht teradigan bo'lsak, 80 ta g'isht ketadi va albatta yarim g'isht teradigan bo'lsak, kvadrat metrimizga 40 ta dona g'isht ketadi. Endi bitta imoratimizni, asosiy imoratimizning devor qismiga nechta g'isht ketishini hisoblaydigan bo'lsak, 1,5 g'isht bo'ladigan bo'lsa, imoratimizning birinchi, ikkinchi qavatini metri hisoblanadi, ya'ni bo'yi eniga hisoblanadi. Albatta kolonna bilan rigillarning masofasini olib tashlaysizlar. O'shanda to'liq imoratimizning kvadrati kelib chiqadi va albatta oyna eshuv romlarni ham kvadratini olib tashlaysizlar. O'shanda to'liq imoratdan kolonna, rigil va oyna eshuvlarni kvadratini olib tashlaganingizdan keyin o'shani devorlar qalinligini qancha qilmoqchisizlar? Men har doim imoratni devorligini 1,5 g'isht qilaman. O'shanda kvadratini 120 ga ko'paytirganimda boringki 50 mingta yoki 60 mingta g'isht ketadigan bo'ladi mana shunaqa imoratga. O'shandan g'isht hisobini chiqarib olsanglar bo'ladi. Yarim g'isht terayotganimizda g'ishtlarimizni albatta rastvorga o'tkazamiz va har doim esdan chiqarish kerak emas, har 5-6 qatorda sim tashlanadi. Undan tashqari 1,5 yoki mana bo'yim baravar g'isht terganimizdan keyin buni tindirib qo'yib, keyingi kundan davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Sababi bu g'ishtimiz yarim g'isht bo'lganligi sabab oxiriga teradigan bo'lsak, balandligi va massani og'irligi sifatida ikkita taraflama qorin berib olish holati yuzaga kelib qoladi. Buni oldini olish uchun har doim yarim g'isht terayotganda 2 kunga mo'ljallab deydi. Qurilishdagi muhim savollarga javob olish uchun obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'linglar.